pulitiga отдельный bitta baho. Buni ko'rganlar bor. Bir BMW M5 kaliti deb o'ylaydi-da. Главныйsini aytaymi akalar, mashinamiz Manas shahri, ya'ni Jalobod oblastida bo'ladi. Menga отдельный bitta baho berasizlar, men qaranglar. Mashinamizga qaranglar endi. Nima deysizlar? İçida hech kim yo'q. Hamma yo'q. Center zamok, qulflanishi. Hozirgi kunda benzin 82 so'm, 95larimiz 86 so'mga chiqib ketganda Mercedes qo'yib qo'yapsizlar uzun tagiga. Mana sizlar uchun minaman degan mashina. Aytilish bahosi sizlar uchun 120 ming so'm. 96-yilgi har xil svetda emas. Mana o'zingizlar ko'rganda hammaga yoqadigan oppoq rangda Sasenasi вообще zo'r tuni. Hozirlar полный обзорini ko'rsatamiz. Ko'rib turganlar, men ichlariga bitta отдельный baho berib qo'yasizlar. Men chexollarini qaranglar, har birini подсветlikda. Albatta hozirlarga videoda davomida shu mashinamizni obzorini chiqaramiz. Nima bo'ldi? Obzorini ko'rdingizmi? O'zingiz ko'rganda qarang, даже mo Eva Polix olibdi. Buni ham даже mo ichiga подсветка qilibdi. Chexol deysizlarmi? Eshikda обшивкасы deysizmi? Главныйsini aytaymi? Patologga qarang. Bu patologga отдельный bitta like bossangiz arziydi. Mo sonsa zashta bu hammasi bir xil svet siz uchun. Muavinsin nima deysiz? Rulli chexolga inomarkalar ham rulli chexolning svetiga ahamiyat bermaydi. Barlarini qarang, meri bitta qiz ham bo'lib ketdi. Soklar solib qo'yib, kengayishgan o'g'li yurasa ekan. Aytgancha shu videoga tezroq uspet qilib qo'ying mana shu mashinaga. Sababi bitta siri bor. Buni boshqa avtosalonlar ham chiqardi. Hozir videosini oldi. Harakat qilmasangiz kech qolasiz. 120 ming aytilish bahosi, lekin siz uchun bizga podpiska bo'lgan bo'lsangiz, yana ham tushib berish yo'llari bor. Bitta ekran urib qo'yamiz.